Yulduz? Yulduz? Alo, eshityapsan? Yulduz! Seni asrab qola olmadim. Kechir. Bolam, nima qilishing kerakligini mana men bilaman. Seni uylanishing kerak o'g'lim, uylanishing. Uylanishim? Ha. Dada yo'q. Men endi hech qachon uylanmayman. Bo'ldi. Bu mavzuga boshqa qaytmaylik. Yo'q, dada, yo'q, iltimos. Qizim, eringizni kuzatib qo'ying. Kerak emas. O'tirur. O'zim chiqib ketaman. Ikkinchidan, meni bunaqa kech kutib o'tirishing shart emas. Axir sizni xotiningizman, kutishga haqqim Gap bor-ku. ko'paytirma. Baxtsiz kelinchak. Olib kelasiz-a? Rahmat Mansur aka. Yaxshi borib keling. Yo'lda ehtiyot bo'ling. Qaniydi menga nisbatan munosabatlari o'zgarsa. Bo'pti. Esdan chiqib qolibdi. Keyin sari olib kelib beraman, xo'p? Men hozir yegim kelyapti. Aynan qara, bitta gapni necha marta takrorlash mumkin? Bo'ldi, ertaga olib kelib beraman o'sha qulupni yeydi. O'zi charchab keldim ishdan. G'oz bor chiqib olib kelib berishim kerakmi hozir senga? Charchadim. Hop, boshqa safar olib kelaman. Uyga kirsam bo'ladimi endi? Kumush! Labbay. Labbay Mansur aka. Nima bu? O'zi shuni sizga aytmoqchi edim. Haligi Qachon bilding sen buni? Mansur aka. Siz yaqinda ota bo'lasiz. Men oyi, siz dada bo'lasiz. Yo'q. Men ota bo'lmayman. Menga bu bola keragi yo'q. Bu nima deganingiz? Xullas, Kumush. Menga keyin hozir janjal qilmaylik-da. Ertaga borib bolani oldirib tasha, xo'p? Men ota bo'lishni xohlamayman.